Assalomu alaykum Oliy darvozalarining obunachilari. Mana hozir biz ishxonamizda yangilik fason darvozamizni yasamoqdamiz. Ishxonada ish avjira ketmoqda. Xudo xolasa hozir mana birma-bir ketma-ket darvozamizni tanishtirib o'tamiz. Yangilik fason darvozamiz. Endi birinchi marta yasalyapti. Bagazga yasab o'rnatamiz. Rishton Amravodga o'rnaydi. Hop, darvozamiz har doimgidek oldiga turdi. 1.3lik lis, lislarimiz 1.7, profillarimiz. Oshmoshlarimiz qirliqli sharnel. Двойной palishkalar bilan. Zuber zamoylarda. Oddiy shpanglet. Hop, taglari shiviller, stolkasi 8x8, tepasi lazerli fasonda. Hop, bu darvozamizning kvadrati 650 ming so'mdan yasab o'rnatyapmiz. Avtomobilning balishni kraska bo'ladi. O'sha Dyson Hermetic yaxshi shpagulovkalardan qilamiz. Xudo xolasa podpiska bosib kuzatib tursalaring. 1-2 kun ichida kraskadan chiqaramiz. Kraskadan chiqqan holatini videosini qo'yamiz. Xudo xolasa inshaalloh podpiska bosib kuzatib tursalaring. Chiroyli videolar chiqarib ishimizni ko'rsatib boramiz. Podpiska bosib kuzatishni unutmang. Biz yana tez orada qaytamiz.